Bir kuni Yerusalimdan kelgan ba'zi parisilar va Tavrat ustozlari Hazrati Aysoning cho'rsiga yig'ildi. Ular Hazrati Aysoning shogirdlari ichida ba'zilarining tomoqdan burun qo'l yuvish diniy qoidasini ado qilmayla tomoq yeyotganligini ko'rdi. Parisilar, jumladan butun yahudiylar, ajdodlarining an'anasi bo'yicha qo'llarini pokuz yumay turib tomoq yemaydi. Shuningdek, bozordan olgan narsalarni yumay yemaydi. Bundan boshqa qadah, cho'gun va mis qochlarni yuvish to'g'risidami bir muncha an'analarga rioya qiladi. Parislar va Tavrat ustozlari Hazrati Aysodan shogirdlaring nemishqa ajdodlarimizning an'analariga rioya qilmaydi, nemishqa napoq qo'llari bilan tomoq yeydi deb so'rashdi. Hazrati Ayso ularga mundaq javob berdi: Xudo Yashaya payg'ambar orqali oldin aytgan bunu so'zlar sizlar soxtipazlarga nima degan mos keladi ha? Uning yozmasida mundaq yozilgan: Bu xalq meni og'zidala hurmatlaydi, lekin qalbi mendan yiroq. Menga qilgan ibodati behudadir. Chunki o'rgatganlari Xudoning amrlari emas, balki o'zlari chiqarib olgan fatvolardir. Sizlar Xudoning amrini bir yoqqa qo'yib qo'yib, insonlarning an'anasiga islib oldi ekansizlar. Hazrati Ayso ularga yana mundaq dedi: O'z an'ananglarni saqlab qolish uchun Xudoning amrlarini bir yoqqa qo'yib qo'yishda nemancha ustulik qilsizlar. Musa payg'ambar ota-onangni hurmat qil va otasi yoki onasini haqoratlaganlarga o'lim jazosi berilsin deb buyurgan. Lekin sizlar ota-onasiga mendan oldigan butun moddiy yordamlarni qurbon qildim, ya'ni Xudoga otvatdim desa, u odam o'z ota-onasining holidan xabar olmasimi bo'ladi deb o'rgatsizlar. Shunda qilib, avloddan avlodgacha davomlashtirib kelgan an'analarni deb Xudoning amrini yo'qqa chiqarsizlar. Sizlar bundaq ishlarni ko'p qilasizlar. Hazrati Ayso xaloyiqni yana yeniga chaqirib, ularga hammanglar so'zimga quloq selinglar va shuni tushuninglarki, insonning sirtidan ichi kiradigan narsalarning hech qandig'i uni napoq qilmaydi. Insonni napoq qildig'ini insonning ichidan chiqadig'idir. Bu so'zlarni qulog'inglarda ching tutinglar dedi. Hazrati Ayso xaloyiqdan ayrilib uyga kirganda, shogirdlari uningdan bu tamsilning ma'nosini so'rdi. Hazrati Ayso ularga: "Sizlarmi texchi tushunmayapsizlar? Sirtdan insonning ichiga kiradigan har qanday narsaning uni napoq qilmaydiganligini tushunmaysizlar. Sirtdan kirgan narsa insonning qalbiga emas, oshqozoniga boradi. U yerdan tarat bo'lib chiqib ketadi" dedi. Hazrati Ayso bu so'zlar orqali yemeklarning hammasining halol ekanligini bildirgan edi. Hazrati Ayso so'zini davomlashtirib mundaq dedi: "İnsonni napoq qildig'ini insonning ishidan chiqadig'idir. Chunki yomon niyat, jinsiy axloqsizlik, o'g'rilik, qotillik, zinaxo'rlik, ochko'zlik, yomonlik, hiylagarlik, shahvoniylik, hasadxo'rlik, tuhmatxo'rlik, takabburlik va hamoqatliklar insonning ishidan, ya'ni qalbidan chiqadi. Bu yomonliklarning hammasi insonning ichidan chiqib, insonni napoq qildi." Hazrati Ayso u yerdan ayrilib, Kir shahrining atrofidagi rayonlarga bordi. U yerda bir uyga kirdi. Aslida u buni hech kimning bilishini xohlamagan bo'lsa-mu, lekin yoshira olmadi. Jin takkan kichkina bir qizning onasi Hazrati Ayso to'g'risidagi xabarni anglagan hamon yetib kelib, Hazrati Aysoning oyog'iga yiqildi. Suriya o'lkasining Fanikiya degan yerda tug'ilgan Yahuda emas bu ayol Hazrati Aysodan qizdagi jinni haydab etishni o'tindi. Hazrati Ayso uningga oldi bilan balla yeb to'ysin. Balalarning nenini ishtlog'i tashlab berish to'g'ri emas dedi. Ilk ayol buningga javoban: "Shundaq taqsir. Biroq ishtlomu üstel ostida balalardan tushgan non uvoqlarini yeydi-ku" dedi. Hazrati Ayso uningga: "To'g'ri aytding. Mushu so'zing uchun jin qizingdan chiqib ketdi. Endi qaytqin" dedi. Ayol uyga qaytganida qizining karavotda yotganligini ko'rdi. Jin uning tenidan chiqib ketgan edi.
Hazreti İsa Kir şəhərinin ətrafdakı rayonlardan çıxıb Sidon şəhəri və 10 şəhər rayonundan ötüb yenə Galiliya kölüge gəldi. Kişilər onun aldığı qaz, həm tili eği bir adamı elib gelib, onun uçsuğu qolunu təksizib saqaytıb qoyuşni tələb qilishdi. Hazreti İsa bu adamni xaloyiq ichidan bir chetga tortib, uning quloqlariga barmoqlarini tiqdi va barmog'iga tükürib, uning tiliga tekkizdi. Ondan osmonga qarab, cho'nqir tinib olgandan keyin bu odamga "Affata, ichil" dedi. O adamning quloqlari shu an ichilib, tili zuvonga kelib, ravrus gap qilishga boshladi. Hazreti İsa u yerdagilarga buni hech kimga tinmaslikni buyurdi. Lekin har qancha buyurgan bo'lsa-mu, kishilar bu xabarni shuncha kam yeyiverdi. Xaloyiq intayin hayronlik ichida qolgan edi. Ular bu qilgan ishlarning hammasi yaxshi. Hatto dostlarning quloqlarini ichib, qochlarni zuvonga keltirdi, deyishdi.